Assalomu alaykum, xayrli dushanbalar hammaga. Ertalabdan biz qiladigan ishimiz Muhammad Amirxon bog'chaga ketish oldi, chia puding yeb ketishi va ertalabki nonushtani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Birinchi navbatda kollagen qilamiz. Mana kollagenni ichib olamiz, keyin chiyamizni yeb olamiz. Nalichiyimizda kollagenlarimizdan bor, chiya urug'larimizdan bor. Buni bemalol yosh bolalarga ham bersa bo'ladi chiyani. Immunitetini ko'tarib, ishtahasini ochib beradigan chia puding bo'ladi. Choydan keyin bersanglar, bolajonlar, kattalar semirishni boshlaydi. Choydan oldin berilsa, ertalabki nonushtaga yeyilsa ham siz zo'r natija ko'rasizlar. Vitaminlarga boy qilib ertalabki choyinglarni qilib beradi. Men o'zim 1% sutga tayyorlab qilaman. Bolalarga iloji boricha yogurtga tayyorlab bersanglar, yogurtda ishtahasi yana ham ochilib, immuniteti ko'tarilib boraveradi. Ertalabdan nonushtamiz tayyor.